Tasavvur qiling, qorong'u o'rmondasiz va birdan oldingizga ikki yo'l ko'rsatuvchi paydo bo'ldi. Ilohiy komediyadagi eng muhim qahramonlar shunchaki obraz emas, ular insonning ichki holatining timsolidir. Birinchi, Dante Alighieri qahramon sifatida u adashgan inson timsoli. Qorong'u o'rmon hayotdagi yo'qotilgan yo'nalishlarni anglatadi. Qo'rquv, savol, izlanish har birimizning ichki sayohatimiz. Ikkinchi, Vergil u aql va tafakkur ramzi. U Dantening ustozi hisoblanib, do'zax va arafda aynan aql bilan yo'l ko'rsatadi. Inson avvalo anglaydi, tushunadi, ammo Vergil jannatga kira olmaydi. Demak, aqlning ham chegaralari bor. Uchinchi, Beatrice u ilohiy muhabbat timsoli. Agar Vergil aql bo'lsa, Beatrice qalbdir. U Danteni eng yuksak nur sari olib chiqadi, chunki oxirgi manzilga faqat muhabbat bilan yetiladi. Bu uch obraz hayotning uch bosqichi: adashish, anglash va yuksalishdir. Va ehtimol biz ham hozir aynan shu yo'lning bir nuqtasidadirmiz. Shu bilan ilohiy komediya asariga bo'lgan sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Endi navbat sizga. Keyingi videolar qaysi kitob haqida bo'lishni xohlaysiz? Izohlarda yozib qoldiring. Qaysi asar ko'p ovoz olsa, o'sha kitob bilan yangi sayohat boshlaymiz. Chunki har bir kitob yangi bir olamdir.